boshqa deganlar. Yangi amortizatorlarimiz keldi shu Tower Seriesdan. Buni hozir bosamiz. Shular. Masalan, ana qilmazda. Boshqa. Mashinamiz yana ham yumshaydi. Amortizator yoq qo'yib yuborgan. Hadovoy ancha pishiq mashina, men prosta qiynab qo'ydim buni. Bir kunda 3 mahallam Toshkentga borib keldim. O'zim qatiraman. O'zim qo'ymayapman, lekin qatirmoqchiman. Men bu narsa qilmasam bunaqa holatda maza qilmayman. Asli bunisi sog'a. Chap tomon zapasga ishlaveradi, lekin nari tomon bir tomon o'ldimi, bu ham nagruzka oldida ma'lum miqdorda. Shuning uchun mo tomoni o'lsa ham narigi tomon qo'shib almashtiriladi amortizatorda. Endi bilmadim, bizda mashinani tarbiyasi shunaqa berilgan. Ikkalasini teng almashtirish kerak ikki tomonni. Ozgina rasxod bo'ladi, lekin ashunga yarasha daromad ham qilib beradi. Mashina sog' salomat yurib tursa, to'g'rimi?